Dolzarb 60 kun tadbirlar doirasida Toshkent tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan aholi va turli soha vakillari o'rtasida profilaktik tadbirlar tashkil etilmoqda. Jumladan avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalarida ishchi xodimlar bilan yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish yuzasidan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Qurilish obyektlarida esa mutaxassislar tomonidan texnika va yong'in xavfsizligi talablari, elektr jihozlaridan xavfsiz foydalanish, payvandlash ishlarini belgilangan me'yorlar asosida olib borish to'g'risida tushuntirishlar berildi. Ishlab chiqarish korxonalarda tashkil etilgan uchrashuvlarda yong'inlarning kelib chiqish sabablari, ularning oldini olish choralari, birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan foydalanish va xodimlarni xavfsiz evakuatsiya qilish tartibi amaliy misollar asosida tushuntirib o'tildi. Shuningdek, tuman tibbiyot birlashmasida o'tkazilgan amaliy seminarda tibbiyot xodimlariga favqulodda vaziyatlarda harakatlanish algoritmi hamda birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan foydalanish usullari namoyish etildi. Yozgi mavsum munosabati bilan cho'milish taqiqlangan suv havzalarida reyd tadbirlari tashkil etilib, fuqarolarga suvda xavfsizlik qoidalariga rioya etish bo'yicha targ'ibot ishlari olib borildi.